Bugun ko'pchilik abituriyentlar qiynaladigan kasallik Down sindromi haqida gaplashamiz. Down sindromi kelib chiqish sababi genom mutatsiyasi hisoblanadi. Genom mutatsiyasining qaysi shakli desak, aneuploidiyasi hisoblanadi. Aneuploidiyaning trisomiyasi bo'ladi. Down sindromida 21-juft gamologik autosoma xromosomasi bittaga oshadi, trisomiya bo'ladi. Natijada kasallikda 47 ta xromosoma bo'ladi. O'zi sog'lom odamlarda 46 ta bo'lishi kerak. Mexanizmi: meyoz bo'linishda xromosomalar to'liq bir-biriga ajralmaydi. Natijada tuxum hujayra yoki spermatozoidda 24 ta xromosoma bo'ladi. Bu 24 talik xromosoma normal hujayra bilan qo'shiladi. Natijada zigotada 47 ta xromosoma bo'ladi. Bu zigotadan rivojlanadigan bola Down sindromiga chalingan bo'ladi. Buni biz sitogenetik metod bilan o'rganamiz. Kimlarda uchraydi desak, erkak va ayollarda bir xil uchraydi. Chunki bu autosoma xromosomasiga bog'liq kasallik hisoblanadi. Klinik belgilari: bosh nisbatan kichik, yuzi keng, peshonasi keng, ko'zlari kichik va bir-biriga juda yaqin joylashgan, og'zi yarim ochiq bo'ladi, aqliy rivojlanishi sust bo'ladi, jinsiy rivojlanishi sust bo'ladi, ko'pincha bepusht bo'ladi. Kelib chiqishga ta'sir qiluvchi omillarga nima desak, ota-onaning chekish odati, alkogol iste'mol qilishi yoki narkotik moddalar qabul qilishi bo'ladi. Keyin onaning yoshi juda muhim hisoblanadi. 35-40 yoshdan oshganda xavf keskin ortadi. 18-25 yoshga nisbatan 10 barobar ko'p uchraydi. Quyidagi rasmda Down sindromiga chalingan bolaning rasmi.